Motobloglar uchun universalniy bo'lgan agregatlar so'ragan akalarimiz uchun agroservis do'konlariga barcha turdagi motobloglarimiz uchun universalniy bo'lgan agat oladiganlarimizdan yetib keldi akalar. E'tibor berishlaringiz mumkin. Agatlarni olishda har xil razmerlarga o'zgartirib ishlatishlaringiz mumkin hamda xohlasangiz balonni izlariga ham olib ishlatishlaringiz mumkin. Xohlasangiz 10 ballonni iziga, xohlasangiz chap ballonni iziga bemalol mana shu ligirovkalar yordamida o'ngga chapga olib ishlatishlaringiz mumkin. Undan tashqari ligirovka qiladigan joylari ham bor. Lapkalarni ko'tarib, yotkizib tushirish imkoniyatlari ham bor. Mana shu turdagi yangiliklar bilan agroservis do'konlarida 17 kuchli benzinli motoblogimiz hamda universalniy bo'lgan agat oladiganimizni bugun sizlarga obzorlarni qilib o'tamiz. Kimda kim mana shu turdagi motobloglardan hamda agregatlardan xarid qilib olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarimni qoldirib qo'yapman. Bemalol kelib bizni do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Hozirgi kunda do'konimizda juda ham katta aksiya ketmoqda. Kelib mana shu turdagi motobloglardan birini xarid qilib olganingiz uchun shu turdagi shurpayor naborlarda ham siz tekin yutib olish imkoniyatingiz bor. Tekin yutib olish uchun mana shu videoga hoziroq bitta like bosing va kommentariya kirib omad yozib qoldirib qo'ying. Do'konimizga kelib motoblog xarid qilib olganingizdan keyin do'kon ichida joylashtirilgan omadli barabanni aylantirib shu turdagi va shunga o'xshagan boshqa turdagi instrumentlardan birini siz tekin yutib olish imkoniyatingiz bor. Videoni oxirigacha kuzatib boring. Tekinga mana shu turdagi instrumentlardan yutib olish imkoniyatini tanishtirib o'tamiz. Xo'p, motoblogimizdan ma'lumotlarni berishdan boshlaydigan bo'lsak, bu ko'rib turgan motoblogingiz Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan TH motobloglaridan 360 gradusga buriladigan satellitli motoblogimiz bo'ladi. Motorlari 192 motorlar bilan jihozlangan. Starterga, kalitga yura oladi va zavodni orqali yurgizib ishlatishlaringiz mumkin. Motoblogimizda oldida LED faralar bilan jihozlangan akkumulyatorli variantidan bo'ladi. Reduktorlari katta reduktorlardan qishloq xo'jaligi vomlarigacha qo'yib o'tilgan. Bu motobloglarimiz uchun rotorning kasilkalar, jatkalarni ham qo'yib ishlatishlaringiz mumkin. Rollari uzun variantidan bo'ladi. Ballonlarning razmerlari katta ballonlardan qo'yib o'tilgan. Xo'p, buni o'ng tomon va chap tomonga burilishingiz uchun e'tibor berishingiz mumkin. Chap tomon uchgan bo'lsangiz, chap tomonga yengil burila oladi. Agarda o'ng tomon uchgan bo'lsangiz, o'ng tomonga 360 gradusga turgan joyida burila oladi. Reduktorlari qo'shimcha shesternalari bilan jihozlangan. Frezada harakatga keltirgan paytingizda ham, yerlarda haydayotgan paytingizda ham turgan joyida burila oladi akalar. Bu motoblogimiz oldiga ikkita, orqaga bittadan skorost qismlari bor akalar. Undan tashqari motoblogimizga orqasida turgan agregatlarga ham o'zlaringiz bitta baho berib berasizlar. Bu agregatlar yordamida katta o'qariqlarni olishda va undan tashqari o'zingizga moslab 60-70 agatlarni olishda ishlatishlaringiz mumkin. Videoni boshida aytib o'tganimdek, xohlasangiz ballonlarni iziga ham qo'yib ishlatishlaringiz mumkin. O'ng tomon va chap tomon ballonni iziga olish uchun mana shu bittagina knopka yordamida xohlagan razmeringizga o'zgartirib ishlatishlaringiz mumkin akalar. Undan tashqari lapkalarni ochib yopish uchun mana shu joyda mana shu bitta boltga ham bo'shatib razmerlarni yana ham o'zgartirib ishlatishlaringiz mumkin. Bu turdagi universalniy agatlarimizdan hozirgi partiyalarida 5-6 xil variantlari yetib kelgan. Hozirda biz sizlarga ko'rsatib o'tayotgan variantlari eng yaxshi variantlari, listlari qalin variantlardan bo'ladi. Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Xo'p, hozirgi paytda bu ko'rinishdagi motobloglarimiz va orqasida turgan agregatlarimizning narx-navolari, bu motoblogimizning narxi hozirgi paytda bizning do'konlarimizdan kelib xarid qilib olamiz degan akalarimiz uchun 9 million so'mgacha sotilgan variantlarni bizning do'konlarimizdan kelib 8 million 800 ming so'mdan olib ketishlaringiz mumkin. 1 yildan garantiya komplektlarga freza, dokument kulishlarigacha qo'shib beriladi. Agarda sizga orqasida turgan agregatlari, ocharlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bu universal ocharimiz hozirgi paytda bizning do'konlarimizdan kelib 600 ming so'mdan boshlab 850 ming so'mgacha variantlari bor. Bulardan ham narxlarni kelishtirib, arzon narxlarda qilib beramiz akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomerlar qoldirib qo'yapman. Bemalol murojaat qilib, bizning do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Videoni boshida aytib o'tganimdek, va'da mana shunday instrumentlar tekinga beramiz dedim. Kelib motoblog xarid qilib olganingizdan keyin hozirda sizlarga tanishtirib o'tadigan do'konimiz ichidagi omadli barabanimizni tanishtirib o'taman akalar. Omadli barabanimiz ichida siz tashqarida ko'rgan shurpayor naboringiz, bolgarka, drel, shunga o'xshagan boshqa turdagi instrumentlar
mana shu omadli baraban ichida joylashtirib qo'yilgan. Kelib omadli barabanni aylantirasiz va tushgan sovg'alaringizni 1 so'm pulsiz tekinga bonus sifatida olib ketishlaringiz mumkin. Motoblok va universalniy pluglar va boshqa turdagi instrumentlarda aytib o'tilgan narxlardan albatta kami bor. Bu turdagi bonuslarimiz mutlaqo tekinga 1 so'm pulsiz berib yuboriladi. Faqatgina mana shu videoga bitta like bosib, kommentariyaga omad so'zini yozib qoldirib qo'yishni ham unutmanglar akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, boshqa turdagi instrumentlarimizdan ham mavjud. Kommentariyada yozib qoldiringlar, yana qanday turdagi instrumentlardan video obzor qilib chiqaringlar akalar. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i Agroservis do'koni. Keyingi videolarda Gusunusali motobloklarimizni video obzorini qilib o'tamiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, keyingi videolarni o'tkazib yubormanglar. Narxlari suv tekin narxlarda bo'lib ketdi. Narxlarni aytib o'tilgan narxlardan bularni ham tushib beramiz akalar. Bizning do'konimizda boshqa turdagi qishloq xo'jaligi texnikalarini ham eng arzon joyidan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Ekranga nomer qoldirib qo'ydim. Bemalol murojaat qilib do'konimizga kelishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.